Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shakar yoki shirin o'lim tarixi xususida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Biz uni yaxshi ko'ramiz. Miyamiz uni har kuni talab qiladi. Bolalarimiz u uchun hamma narsaga tayyor. Uning nomi shakar. Bugun u dunyodagi eng arzon va ommabop mahsulot. Lekin bundan bir necha asr oldin shakar oq oltin deb atalgan va faqat qirollar dasturxonidagina bo'lgan. Qanday qilib bu shirinlik butun dunyo iqtisodiyotini o'zgartirdi va nima uchun bugun olimlar uni qonuniy narkotik deb atashmoqda? Bugun biz shakarning shirin va achchiq haqiqatlarini ochamiz. Shakar qamish vatani aslida Yangi Gvineya va Hindiston hisoblanadi. Qadimda odamlar shakarni kristal holida olishni bilishmagan, shunchaki qamishni chaynashgan. Keyinchalik arablar shakar ishlab chiqarish texnologiyasini mukammallashtirishdi. O'rta asrlarda Yevropada shakar shunchalik qimmat ediki, u dori sifatida sotilgan va boylik ramzi bo'lgan. Hatto qirollar o'z mehmonlariga boyligini ko'rsatish uchun shakardan yasalgan haykallarni sovg'a qilishgan. Qiziqarli fakt: shakar ishlab chiqarishni kengaytirish uchun millionlab odamlar qul sifatida ishlatilgan. Ya'ni bizning bugungi shirin hayotimiz ortida juda og'ir va qora tarix yotibdi. Nega biz shirinlikdan voz kecha olmaymiz? Sababi bizning evolyutsiyamizda. Qadimgi ajdodlarimiz uchun shirin meva bu katta energiya va xavfsizlik, zaharli emaslik belgisi bo'lgan. Shakar tanamizga tushishi bilan miyada mukofot markazi ishga tushadi va katta miqdorda dopamin ajraladi. Miyamiz bizga yana ye, bu juda zo'r degan signalni yuboradi. Zamonaviy dunyoda esa shakar hamma narsaning, hatto siz o'ylamagan kolbasa yoki ketchupning ham tarkibida bor. Shakar tanamizga kirgach, oshqozon osti bezi insulin gormonini ishlab chiqaradi. Insulin shakarni hujayralarga energiya sifatida yetkazadi. Ammo biz juda ko'p shakar yesak, hujayralar uni qabul qilmay qo'yadi. Natijada ortiqcha shakar jigarda yog'ga aylanadi. Bu nafaqat semirishga, balki ikkinchi tur qandli diabet va yurak qon tomir kasalliklariga to'g'ridan-to'g'ri yo'l ochadi. Agar siz atigi 30 kun davomida qo'shilgan shakardan, shirinliklar, gazli suvlar voz kechsangiz nima bo'ladi? Birinchi haftada sizda lomka, asabiylashish bo'lishi mumkin. Ikkinchi haftada teringiz tozalanadi va uyqungiz yaxshilanadi. Bir oydan keyin esa siz ta'mlarni yangidan his qila boshlaysiz va doimiy charchoqdan xalos bo'lasiz. Shakar bu quvvat manbai emas, bu qarzga olingan energiyadir. Men sizga shirinlikni butunlay tashlang demayman, lekin nima yeyayotganingizni bilish bu o'zingizga bo'lgan hurmatdir. Shakar shirin, lekin hayot undan ham shirinroq. Uni sog'lom o'tkazish o'z qo'lingizda. Siz choyga necha qoshiq shakar solasiz yoki allaqachon shakarsiz hayotga o'tganmisiz? Tajribangizni izohlarda yozing. Bu Infoqadam loyihasining navbatdagi soni edi. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni esdan chiqarmang.